على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasul. Buyog'i ona bitta choyxona bor. Buyog'ida yana 1,5 gektar joyi bor. Soyuzda ikkinchi o'rinda turgan. Birinchi Ukraina, Трудовое хозяйство bu. Ikkinchi o'rinda bu Soyuzda. Донская репкомбинат. Да. Трудовое хозяйство. Трудовое хозяйство. Eksperimentalniy baza bo'lganda. Soyuzda ikkinchi o'rinda 15 ta respublikani ichida. Shu ketadi dars bu yerda 5 ta qishloqni ko'chirgan. Mana bu qabriston, mana bu qabriston bor. Bu yerda qishloq bo'lgan katta, sayidlar bo'lgan. 5 ta qishloq ko'chirganda, keyin buni baliqchilik xo'jalik qilgan. 3100 gektar yer hozir. Atak 4000 dan oshiq edi. Bu xo'jalikda mana bu Said avlodi o'zimizning amakimiz bo'ladi. Ravshan Ali Saidov. Ali Saidov. Ali Saidov. Saidov. Ali Saidov. Ravshan Omonxo'ja o'g'li. Mana shu yerda shu baliq xo'jaligida kasaba uyushmasi raisi Said avlodi. Mana shu tushuntirib bersam ma'lumotlarni mana shu nima bo'yicha. Bu yerda 4000 gektar ben aytdim. Soyuzda 15 ta respublika endi. Hozir 15 ta davlat bo'ldi endi. Ikkinchi o'rinda turgan Ukrainada 6000 gektarmi, 7000 gektar toshaka. 7000 gektar bo'lgan где-то. Da, Трудовое хозяйство. Shundan keyin Soyuzda ikkinchi o'rinda turgan. Bu juda ham solidniy xo'jalik. Juda ham solidniy xo'jalik. O'zbekistonda nomer 1 xo'jalik hisoblanadi. 11 ming tonnagacha, qaynatam aytibdi, 11 ming tonnagacha baliq yetishtirilgan bu. 11 ming tonna bu yerda. Eng pikka chiqqan payti 11 ming tonnagacha. Hozir endi tushka baliq qilamiz biz. Tushka degan zamorоженный tushka deydi. Muzlatilgan baliq. Uni butun respublika bo'yicha ketadi. Afg'onistonga ham jo'natamiz biz. Afg'onistonga ham ketadi bu baliq. Endi Soyuz payti kapchonniy. Kapchonniy deradi. Dudlangan baliq deradi, dudlangan baliq qilar edi. Hozir endi konserva sex ishga tushay deb turibdi уже. Почти готово. Ana qilib qo'ygan endi, tayyorlab qo'ygan. Bir 600 taga yaqin odam ishlardi, hozir 450 ta odam ishlaydi где-то. 450 ta odam bor. Bu xo'jalik bu yerga juda ham ko'p respublikani основной rыбный хозяйстволар, baliqchilik xo'jaliklari mana bu baliqni mayda chavoq deymiz. Shuni bu yerdan olib ketadi, bizdan olib ketadi. Ilgarilari men esimda Qirg'izistonga olib ketaradi. Kim sheraka eslasangiz vertolyotda. Vertolyotda Qirg'izistonga shu yerdan chavoqlarni olib ketadi. Soyuz payti endi bu. Hozir emas, Soyuz payti. Qozog'istonga, Qirg'izistonga, Tojikistonga, данный момент Tojikistonga ham olib boryapti hozir. Bu yerdan olib ketadi, данный момент. Bu Qirg'izistonga paka shartnoma yo'q. Bu solidniy xo'jalik bu. Bu yerda faqat 5 ta qishloq bo'lgan. To'qboy, Yetak avul, Jo'g'ari avul, yana Tashlaq degan bir 5 ta. Yo, Mulkan keyin paydo bo'ldi. Bu Saidlarni aslida yashab o'tgan joylari bu. Bir vaqtlarda men eshitganimda aytaman. Yo, o'sha Toshkent xoni. Toshkent xonida bir bobolarimiz xonning bir ishonchli odami bo'lgan ekan. Poshshada endi poshshasi, Toshkent poshshasi. Quljon xo'ja. Shugan endi xon shunchalik ishonar ekan, yaxshi ko'rar ekan mana bobomizni. Saidlar. Keyin aytar ekan, sen avlodlaringga joy berayin, senga qayerdan joy berayin endi? Men Toshkentning oldidan beraymi, suvli joydan beraymi? Yo'q, menga o'sha Toshkent oblasti daryoning bo'yidan ber. Chirchiq buyog'i Sirdaryo. Shu yerdan ber. Endi o'ylab qarasam azdan emas. Juda ham aqlli odamlar bo'lgan ekan bobolarimiz. Sabab suv yildan yilga kamayib ketayotir. Bu yerda suv eng pastki zona.
2 metrden kazsa su çıkardı bir yerda. Eng suvning anavsi. Kuvveti bu, kuvvet. Suvning anavsi markazi. Manbasi. Shuning uchun babalarimiz ham o'ylab ish qilgan ekan. Shundan beri avlodlar yashab kelyapti. Sirdaryoga ilgari karabllar kelgan-ku o'lga. Ha, bu Sirdaryoda Karabil. karabil kelgan. Mana shu yerga kelgan. Da, Hozir turib qoldi suv. da. Ilgari karabillar bo'lgan. Karabil degandan da endi paraxod, kichkina paraxodlar kelgan. Mana bizdan hozir O'zbekiston mamlakatining Toshkent viloyati Qo'rg'oncha qishlog'ida turibmiz. Shu Qo'rg'oncha qishlog'ida juda katta makon joyida baliqchilik xo'jaligi yaxshi rivojlangan. Sovet davrida taxminan 1960-yillar 60-yillar tashkil qilingan shu baliq xo'jaligi. Buning jami maydoni 4000 gektar. 4000 gektarga yaqin. Endi hozir mana shu baliqchilik sohasini olib borilayotgan ishlarda o'zimizning Said avlodidan chiqqan Said odamlari bor, ishlaydi bolalar. Men ham o'zim mana shu baliq xo'jaligini tugatganman. Endi baliq xo'jaligi baliq degan so'zga keladigan bo'lsak, ya'ni Quraysh degan so'zga keladigan bo'lsak, Fir degan kishi bo'lib o'tgan. O'sha Fir degan kishi Quraysh qabilasini jamlab o'sha tashkil etgan inson. Aynan Quraysh qabilasi o'sha kishiga taqiladi tarix dalolatnomasi bo'yicha. Aynan Quraysh so'zining ma'nosi kelib chiqish tushunigi u baliq bilan bog'liq bo'lgan masalani aytiladi. Aynan masalan Quraysh bu baliqchi, katta baliqni o'ndirgan odam. Shu katta baliq ishlarini, baliq sohasida, yo'nalishida ishlarni olib borgan odam bo'lganligi uchun Quraysh deb nom bergan u kishiga, Fir degan kishiga. O'shaning uchun o'sha kishining nasli Quraysh qabilasi deb boshlanib kelgan. O'shaning uchun bu yerda hozir undan keyin mana Hoshim avlodidan keldi. Hoshim avlodidan Said avlodiga o'tdik inshaalloh. Mana shu yerda o'shaning uchun Sambarchas bog'liq joyi aynan mana shu baliq xo'jaligi bilan shug'ullanadigan kasb ana shu Saidlarga qarashli, Saidlarga tegishli joyi bor. Aynan mazmunan tubdan Quraysh degan so'zning berilgan so'z ma'nosi ham bejiz emas. Mana shu baliqchilik bilan aynalashib o'tirgan shu yerda Said avlodi o'tirgan urpoqlari ham bejiz emas. Aynan shu sohada baliqchilik bo'yicha ish olib borilganligi uchun Saidlar avlodiga ham nasib qilib o'tiribdi. Aynan shu narsa, ya'ni baliqchilikni rivojlantirish, baliq bilan mana shunaqangi ishlarni olib borish, rivojlantirish, baliq sohasidagi ishlarni. Ana o'shaning uchun yana bir marta ta'kidlab o'tamanki, Quraysh degan so'zning ma'nosi bu shu baliqchilik bilan aynalishgan odamni aytgan. O'shaning uchun Quraysh qabilasi kelib chiqqan. Baba kasb deb baliqchilik qilam deb shu yerda olgan ekanda. Da. Maşallah. Tub tarix ma'nosi o'sha yerda yotibdi. O'shaning kelib chiqish nimasi tushunchasi ham o'sha Saidlarning qo'lida o'shalarga nasib qilgani mana yaqqol hayotiy tarzimizda, hayotimizda ko'rib turibmiz. Ochiq живой faktida. Hech kim inkor qila olmaydi. بلدة الشرشاق مذكورة في إحدى الصكوك أوقاف في مكة المكرمة. أنا قرأتها في مكة، إن شاء الله موجودة عندي. أنا أحد المؤسسين للجنة نظار أوقاف بلاد ما وراء النهر في مكة المكرمة، وإحدى الصكوك التي قرأتها وقف لبلدة شرشاق، وهذه هي المنطقة 5 قرى، من إحداها قريته بلدة الشرشاق. إن شاء الله كان هذا الأوقاف في مكة للتاريخ من أيام الأمير تيمور إلى الأمير آلم خان. كانوا إذا جاءوا الحجاج من هنا إلى مكة كل حاج يدفع 2 ذهب يضعونها في كيس، ثم يحجون، يشترون، يأكلون، وإذا أرادوا الرجوع يبقى تقريبا ربع الكيس ذهب. فيقولون لأمير الحج الأمير عالم خان ولا عبد الأحد ولا أمير تمر، يعني من قبل 600 سنة، خلال 600 سنة هذه كانوا يقولون ماذا نفعل في هذا المال؟ نشتري به أوقاف. فكانوا في مكة والمدينة يشترون أوقاف، بيوت قديمة يكون لهم سكن إذا جاءوا إلى مكة. جمعوا
1000 وقف، 500 في مكة، 500 في المدينة، مذكورة في كتاب موجودة الأمير عبد الأحد خان والأمير عالم خان. هذا نسخة من الكتاب موجودة عند القاضي في مكة الشيخ مجيد الدين منهاج الدين قابل أنديجاني. طلبت منه عدة مرات هذا الكتاب، ولكن كان يقول هو في الطائف وهو في جدة وهو كبير في السن، لكن إن شاء الله يوم من الأيام يعطيه لنا بإذن الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخوكم الدكتور السيد عبد الرزاق الحسيني الشريف. Shayx doktor Abdurazaq Al-Husayni Al-Sharif aytib жатат. Орта Азия мына ушул тарыхы болгон ошо сайиттерге ошо Амур Темур учурунда башталган. Андан кийин Амир Алимхан Бухара мына Амир Алимхан учуруна чейин мына ушундай иштер жүргөн. Меккеде дагы ушулар үчүн атайын жай берилип, Реджепке акча коюлуп, мына ушуларга бир жай берилген деп жатат да. Анан бул жайлар бардыгы Афкаф болду. Мында айтканда, мисалы Меккеден деп атат, Меккенин чөйрөсүнөн 500дөн ашык. Мединеде 500. Ашык Меккенин чөйрөсүнөн жай, места даярдалган деп атат. Анан Мадинада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кабырынын жанында деп атат. Алда 500дөн ашык, жалпысынан 1000ден ашык ушул месталар даярдалган деп атат. Бүгүнкү күндө биз ал документтерди баарын көтөрдүк деп жатат. 50-сү бүгүн Кудай кааласа топтодук 50-сүнү. Калгандарында барын чыгарып топтоп иншалла алып чыгабыз деп жатат иншалла. Ал жерде дагы жерлери ошол учурда эле бөлүнгөн, чечилген сайиттердики иншалла Кудай кааласа мына ушундай бир жакшы чоң кадамдар, иштер болуп жатат. Кандыгы боюнча маалымат берип жатат иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım mana şu katta hocalıktın başında tavuzların başına turup dua kılayapız. Allah'tan sorayapız. Allah'ım hammalarini kılayatkan kasıplarlarga baraka versin. Mana şu yerden tapkanlarga toy tamaşalar kılsın. Mana Sayit avlatlar kelip özümüzün onu boskan jaylarımızды görüp turup biz mana bu özümüzden Arap'tan kelgen, mana Kırgız'dan kelgen ukalarımız, özümüzdün Sayit avlatlar ham mana bu yerge kelip bizge dua kılayaptı. Bizim mana ötken tarihimizni eslayapti. Mana hozir masjidimizga kirib ibodatlarimizni ko'rdi. Mana mamlakatimizda 2000dan ortiq masjid bor, 2000 ta institut bitirgan imom xotib qo'yilgan bularga. Hamma imomlar ishlab turibdi. Din erkinligi hammamizda bor. Mana zamonimiz tinch. Siz bilan biz bordi keldi qilib aka-uka buyurishni Alloh nasib muyassar eylesin. Allohu akbar. بحكم صك صادر من محكمة مكة المكرمة، هذا الوقف يبدأ من بداية طلعت أجياد المصافي إلى آخر أجياد المصافي. كان هناك وقف قديم اسمه وقف رباط أهل سمرقند وبخارى وطشقند، 3 مدن أنا ناظرها الآن مبني عليها 8 فنادق لا أستطيع أن أستخرجها وأخذها. اشتكيت أحدهم اسمه نوار المطرفي إلى محكمة مكة المكرمة وجلسنا عدة جلسات، ولكن أنا لم أستطع أن أكمل. ونفس المالك هذا نوار مطرفي مات، الآن أحفاد أولاد أخيه أخذوا العمارة. هذا الوقف الآن مساحته 10,000 متر ويسوى أكثر من مليار ريال سعودي، قريب ممكن 2 مليار، تقريبا نصف مليار دولار. كبير جدا هذا الوقف. أيام الملك عبد العزيز هذا الوقف في آخره بنوا مجلس شورى، أول مجلس شورى هناك الشريف شرف اقترح الملك عبد العزيز رحمة الله عليه أن يبني هنا مجلس الشورى. أول مجلس شورى في السعودية بني هناك على وقف بلاد رباط سمرقند وبخارى وطشقند. هذا الوقف هو وقف أهل طشقند وبخارى وسمرقند. إن شاء الله في يوم من الأيام نرجع هذا الوقف بإذن الله. إن شاء الله. Budjet yetişti. En ıldıyacağı milyar dolardan jogorу oşo mülktөр boyunca söz kılıp atat inşallah. Assalamu aleykum ve rahmetullah. اللهم صل على سيدنا